Assalomu alaykum. Hayit ayom bilan qaranglar. Hammani tabriklaymiz. Kelayotgan bayramlar ham qutlug' bo'lsin. Xo'p, hayitga aksiyani zo'rini qilib qo'yilibdi. Xo'p, qaranglar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu 1 million so'm. Buni narxi. Bu desa rabochiy ishlatilgan, lekin yangiday turibdi. Holatlari zo'r, ideal holatda turibdi. Ishlatilgan, lekin holati zo'r, tiniq holatda turibdi. E'tibor berib qaranglar. Atta-batta alishgan ekan, singan joylari yo'q. Bu narxiga keladigan bo'lsak, bu 1 million 300 ming so'm. Xo'p, bu 180lik. Razmeriga keladigan bo'lsak, holatlari zo'r, tiniq, zo'r laminatda ishlab berishgan. Bunisi qog'oz bas, PVX bo'ladi. Zo'r, ruchkalari hamma yo'q. Bu tipon qo'yib, nima qo'yib berilgan, vakuum qo'yib berilgan. Holatlari tiniq. Bu yangi ishlatilmagan. Buni puliga keladigan bo'lsak, bu 1 million 600 ming so'm. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlar har xil razmerlari bor. Bu 1 metrligimiz 900 ming so'm. Holatlari tiniq, zo'r, cho'tka qilib ishlab berishgan. Holati yangi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilishlari mumkin. Hammaga rahmat, like, podpiska esdan chiqmasin.